Assalomu alaykum. O'zsuv ta'minot aksiyadorlik jamiyati axborot xizmati tomonidan tayyorlangan haftalik dayjestning navbatdagi sonini e'tiboringizga havola etamiz. Ma'lum bir sohaning gullab yashnashi, unda faoliyat yuritayotgan xodimlarning ishiga sadoqati hamda rahbarning oqilona boshqaruviga bog'liq. Rivojlanish esa albatta amalga oshirilgan ishlar natijadorligi bilan o'lchanadi. O'zsuv ta'minot aksiyadorlik jamiyati boshqaruv raisi vazifasini bajaruvchi Ahmad Suvankulovning ish grafigi o'tgan haftada ham tig'iz va turli uchrashuvlarga boy o'tdi. Darvoqe, suv ta'minoti sohasida ortga qaytmas islohotlar, ulkan maqsadlar, izchil faoliyat va erishilayotgan natijalar xususida O'zbekiston 2030 maxsus tele loyihasida tomosha qilishingiz mumkin. Loyiha havolasi esa video ostida ilova qilinadi. Ichimlik suvi odamlarning orzusi bo'lgan. Suv bormaydi. Qorni yeritib suv to'playdi. Suv beraman desangiz tarmoq yo'q, ketma-ket avariyalar. Avvalgi paytlarda ertalab 2 soat, bitta 2 soat, kechqurun 2 soat suv bergan. O'zbekistonda yotqizilgan suv tarmoqlari bilan bemalol yer sharini bir marta aylanib chiqsak bo'lar. Yashaydigan zamon keldi. E'tibor bo'lganligi uchun hududlarda mega loyihalar amalga oshirildi. 270 kilometrdan qanday Termizga suv keladi? Afsona deganday qildi. Mana 11 ta tumonga to'polon suv ombori keldi. Kranda burasa shaffof suv kelib turgani, ana bular ekan. Ana xursandchilik. Shunday zamonda yashayotganimizdan biz xursandmiz. Asrlarga tatiydigan darajadagi bitta ish bo'ladiki, Soroq suv omboridan ichimlik suv olish loyiha qiymati 2 trillion 200 milliard. Juda ham unikal loyiha. Buxoro viloyatini 100% ichimlik suvi va kanalizatsiya bilan ta'minlaydi. Ta'kidlab o'tganimizdek, boshqaruv raisi vazifasini bajaruvchi Ahmad Suvankulov o'tgan haftada xizmat safari bilan Buxoro viloyatida bo'ldi. Buxoro suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyatining shahar va tuman filiallari rahbarlari, bo'lim boshliqlari hamda mas'ul xodimlari ishtirokida o'tkazilgan tanqidiy tahliliy yig'ilishda hududdagi xizmat ko'rsatish sifati muhokama qilindi. Shuningdek, Buxoro suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyatiga 45 ta zamonaviy maxsus texnika topshirildi. Boshqaruv raisi Navoiy viloyatidagi xizmat safarida Karmana tumanidagi Navoiy suv ishlab chiqarish inshooti hamda Navoiy shahridagi 3-ko'taruv nasos stansiyasida energiya tejamkorlik loyihalari natijalarini, shuningdek, Malikrabod qo'rg'onida joylashgan oqava suv tozalash inshootidagi rekonstruksiya ishlari bilan ham tanishdi. Qarzdorlik misol uchun xonadon egasi qayerdir ketgan bo'yinda suv ochib qolaydigan bo'lsa, qarzdorlikni o'tib yopiladigan bo'lsa, keyinchalik bu narsa xonadondagi suv toshqini keltirib chiqarmasligi uchun xonadon egasi tomonidan ochiladi. Xonadon egasi tomonidan ochiladi. Ungacha ochiladi. Payshanba yoshlar kuni munosabati bilan boshqaruv raisi vazifasini bajaruvchi Ahmad Suvankulov Toshkent shahrida Abu Ali ibn Sino nomidagi ixtisoslashtirilgan maktab o'quvchilari bilan uchrashdi. Hozir shu haqida. Uchrashuv davomida suv ta'minoti sohasining o'ziga xos murakkabligi, mas'uliyati va xalq hayotidagi ahamiyati haqida so'z yuritildi. Bugungi kunda sohada amalga oshirilayotgan islohotlar, infratuzilmani modernizatsiya qilish ishlari hamda oldinda turgan dolzarb vazifalar haqida ma'lumot berildi. Muloqot davomida o'quvchilar tomonidan suvni iste'molchiga yetkazib berish jarayonlari, uni tozalash bosqichlari, tizimdagi amaliy jarayonlar haqida tushunchalar berdi. Biz o'z loyihalarimizni bo'lishdik. Mening loyiham yomg'ir suvini aqlli moslamalar yordamida samarali foydalanish va uni filtrizatsiya qilib o'simliklarga yetkazib berish haqida edi va buni rahbarimiz bilan bo'lishdim va bugungi suhbatdan ichimlik suvining tozalanish jarayoni haqida o'zimni qiziqtirgan savollarga javob oldim. O'tgan haftada Buxoro viloyati Jondor tuman xalq qabulxonasida O'zsuv ta'minot aksiyadorlik jamiyati boshqaruv raisi o'rinbosari Nodir Xajamov ishtirokida sayyor qabul bo'lib o'tdi.
2019-yilda suv o'tgan. Har 20 kilometr joyda quvurda o'tgan. Endi to'g'risini aytsam, bir yildan beri endi suv juda yaxshi bo'ldi. Men to'g'risini aytsam, bir tashakkur aytishga kirdim. Hozir yig'ilishdan chiqib, sababi har kuniga emas, haftasiga 2 soat beriladigan suv hozirgi kunda mana bir 6 oydan beri 12 soat berilyapti. O'zsuv ta'minot aksiyadorlik jamiyati boshqaruvi raisi o'rinbosari vazifasini bajaruvchi Komilbek Yusupov boshchiligida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-2028-yillarda O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ijrosini ta'minlash yuzasidan yig'ilish bo'lib o'tdi. Unda 2027-yil loyihalari muhokama qilindi. O'tgan haftada O'zsuv ta'minot aksiyadorlik jamiyatida korrupsiyaning oldini olishga qaratilgan tanqidiy yig'ilish o'tkazildi. Unda suv sohasida shaffoflikni ta'minlash, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish va eng muhimi, korrupsiyaning har qanday ko'rinishiga qat'iy chek qo'yish masalalari muhokama qilindi. O'tgan haftada Sirdaryo viloyati Guliston shahridagi oqova suv tozalash inshootida press tur, shuningdek, ommaviy axborot vositalari vakillari va blogerlar uchun matbuot anjumani tashkil etildi. Ayni ushbu turgan inshootimiz Guliston shahridan kelayotgan oqova suv tozalash inshooti hisoblanadi. Ushbu inshoot 2020-yil rekonstruksiyaga tushib, 2024-yilda iyun oyiga ishga tushgan. Bu yerda o'sha kelayotgan oqova suvlarni tarkibidagi o'sha qancha miqdorda bakteriyalar va boshqalari bor, hamma hisob-kitoblari, o'sha laboratoriyada qo'shiladigan kimyoviy moddalarni va chiqayotgan suvlarning necha foizda tozalanishi bo'yicha har kunlik hisobotlar olib boriladi. O'zbekiston Davlat jahon tillari universiteti hamda O'zsuv ta'minot aksiyadorlik jamiyati axborot xizmati hamkorligi doirasida o'tgan haftadan boshlab universitetning 2-bosqich talabalari tashkilotda amaliyot o'tash jarayonini boshlashdi. Amaliyot doirasida talabalarga axborot xizmati faoliyati, uning asosiy vazifalari hamda zamonaviy kommunikatsiya jarayonlarida qo'llanilayotgan tendensiyalar haqida batafsil ma'lumotlar berildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 24-oktyabrdagi ichimlik suv ta'minoti va oqova suv tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori asosida mamlakatimizda aholini sifatli ichimlik suv bilan ta'minlash bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. O'tgan haftada hududlarda amalga oshirilgan ishlar xususida navbatdagi lavhada tanishing. Xatirchi tumani Qo'rg'oncha mahallasi Taxtako'prik qishlog'ida doimiy yashab kelaman. Ko'chamizga suv keldi. Oldin bizlarda suv yo'q edi. Prezidentimizga katta rahmat, shu xalqni o'ylab shu bizlar toza ichimlik suv bilan ta'minlayapti. Biz albatta buni xursandmiz. Butun ko'chamiz hammasi birorta bir fuqaro uyi qolmagan, hammasini uyiga mana shunaqa o'tkazib suv so'chkilarini o'rnatib berdi. Oldin bunaqa narsa yo'q edi. Hozir mana ketayotgan bunga xarajat, mana bu materiallar hammasi davlat tomonidan qoplab beriladi. Biz hech qanday ortiq xarajat qilganmiz, dajga o'ylab mana o'rnatib ham berib ketdi-da. Sog' bo'lingizlar, ishlaringizga omad tilayman. Yurtimiz tinch bo'lsin, xonadonimiz hamisha obod bo'lsin. Bizgacha umuman suv kelmasdi-da. Ana shuning uchun manakay tuman suv oqova bo'limi rahbariyati birgalikda kelib turib, katta shlang tortib berib, suv bilan ta'minlayapti, hattoki xonadonlargacha tortib beryapti. Rahmat. Faqatgina mana shu hozirgi kundagi qilinadigan ishlardan minnatdor bo'lish kerak. Shukrona aytish kerak. Mana hozir aholiga bepul mana suv o'lchaklar olib kelishdi. Hozir mana har bir xonadonga shular o'rnatilyapti. Buni asosiy maqsadi shu suvni tejab ishlash to'g'risida. Mana endi bularni o'rnatgandan keyin birinchidan hisob-kitoblari hamma to'g'ri bo'ladi. Undan tashqari mana suv yetmagan chekka qishloqlarga men suv yetib boradi deb o'ylaymiz endi. Shuning uchun bu ishlarni tashkil qilganlarga minnatdor rahmat. Xalqimiz nomidan
tashakkur bildiraman. Rahmat. Oldin qanday bo'lgan ilgari endi sal qiyinlashib turadi. Aholining bo'ynida edi. Suv zo'r keldi. Cho'chqlar qo'yildi, hammasi joy-joyga aholiga. Suvdan muammo yo'q. Suvdan muammo yo'q. Suv oldin chiqmas edi, mana suv kelib xursand bo'lib qoldik-da. Tashib ichardik, nari ikkita ko'cha, uchta ko'cha naryoqdan. Qiyinchilik bilan ko'tarib, bolalarimiz bilan baklashga ko'tarib, nima qilardik-da. Hozir mana yaxshi suv chiqib xursand bo'lib qoldik. Hammasiga rahmat. Andijon shahridagi 11-sonli umumta'lim maktabida ichimlik suvidan oqilona foydalanish hamda suv resurslarini asrashga bag'ishlangan ochiq dars bo'lib o'tdi. Bugun 11-umumta'lim maktabiga suv ta'minoti xodimlari tashrif buyurishdi va tashrif davomida ular o'quvchilar bilan qiziqarli suhbat o'tkazishdi. Ya'ni suvni tejash, undan oqilona foydalanish bo'yicha muhim maslahatlar berib o'tishdi. Shu qatorda mutaxassislar aholini toza suv bilan ta'minlash bo'yicha juda katta ulkan ishlar olib borilayotgani haqida va o'quvchilarimizga qo'shimcha atrof muhitni ehtiyot qilish, ekologik madaniyatni o'stirish, suvdan oqilona foydalanish, uni tejash haqida juda ham muhim ko'rsatmalar berib o'tishdi. Qashqadaryoda o'tkazilgan reyd davomida BSay mas'uliyati cheklangan jamiyatiga tegishli maxsus avtotransport vositasi tomonidan oqava suv tarmog'iga o'zboshimchalik bilan oqava suv oqizish holati aniqlandi. E'tiborlisi, aynan mazkur haydovchi bundan bir oy avval ham xuddi shu joyda qoidabuzar sifatida reyd tadbirlariga tushgan edi. Albatta, qoidabuzar ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning tegishli bandiga asosan 2 milliondan ortiq jarima to'lashga majbur bo'ldi. O'tgan haftaning reyd tadbirlari xususida navbatdagi lavhada tanishing. Mana endi olingan. Oling. Nima foyda? Nima to'kapsizlar bu yerga? Mumkin emas. Nima uchun to'kapsizlar bu yerga? Hujjat yo'q, shartnoma yo'q, ha? Noqonuniy deb to'kapsizlar. Ana BSay mashinasi, doim mashinaga shartnomasi yo'q, to'kib qo'yadi. Aholining e'tiroziga sabab bo'lyapti. Sashib ketyapti hamma joyda. Ko'p qavatli uyda yashaydigan odamlar. Familiyangiz nima edi? Yomon obodon. Familiya nima edi? Kimsiz? So'rayapman. Siz kimsiz? Suvni boshlayman shu. Familiyangiz nima edi? Otizmi? Sen qog'oz anons bo'lmasin. Nima bo'ldi? Hujjatingizni ol. Hujjatim yo'q. Reyd prosesinde fizikалық ham юридикалық тұтынушылардың ішімдік судан пайдалану жағдайлары үйреніліп, 400 миллионнан астам қарыздарлық өндірілді. Сондай-ақ тұтынушылар менен орындарда түсіндіру жұмыстары алып барылып, төлем тәртібін бекітулер бойынша зәрur ұсыныстар берілді. Үйренулер davomында физикалық тұтынушылар тарапынан ішімдік су ta'minot системасынан низамсыз пайдалану жағдайлары анықталмақта. Атап айтқанда 5 жағдайда өзбасыншылық менен тармаққа жалғану һәм 25 жағдайда басқа түрдегі низам бұзушылықтар анықталып, тиісті тәртіпте далатнамалар рәсмилештірілді. Бүгінгі күнде Sho'rchi tuman xalq ta'limi bo'limiga qarashli 75 ta maktab hamda 45 ta maktabgacha ta'lim tashkilotlari mavjud bo'lib, shundan 68 ta maktab va 38 ta maktabgacha ta'lim tashkilotlari ichimlik suvi bilan ta'minlangan. Ichimlik suvi bilan ta'minlangan byudjet tashkilotlarida muhtaram prezidentimizning 257-sonli qaroriga asosan masofadan ma'lumot uzatuvchi onlayn suv hisoblagich o'rnatilmaganligi yuzasidan suv inspeksiyasi xodimlari bilan reyd tadbirlari olib borildi. O'rganish davomida 31-sonli maktabda masofadan ma'lumot uzatuvchi onlayn suv hisoblagich o'rnatilmaganligi aniqlanib, tegishli choralar ko'rildi. 2026-yil 20-may kuni Chiroqchi tumani Chiroqchi mahalla fuqaro yig'inida turibmiz. Mana shundan Jo'ranov Tolmat ichimlik suvdan 6,5 million qarzdorligi bor uchun mana tarmoqdan uzib muhrladik. Mana muhrlab qo'ydik.
Qoraqalpog'iston Respublikasi Amudaryo tumanida 300 ga yaqin xonadon ilk bor ichimlik suvi bilan ta'minlandi. Hozir shu haqida. Davlat tomonidan bizlarga ichimlik suvlar tartib berildi, vaqtida og'ib turibdi, ichilishi yaxshi, suvimizda muammo yo'q. Shu vaqtida dim yaxshi og'ib turibdi. Bizlar bundan xursandmiz. İchimlik suvini uyimizning eshigimizning oldinacha tartilgan. Buning uchun vodoprovod xodimlariga rahmat aytamiz, kattakon. O'tgan haftada Xatirchi tumanida mehnat muhofazasi va texnik xavfsizlik bo'yicha o'quvlar tashkil etildi. Hozir shu haqida. Navoiy suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati tegishli mutaxassislari, texnika xavfsizlik muhandislari, bosh energetik hamda yong'in xavfsizligi bo'yicha mutaxassislar Navoiy suv ta'minoti Xatirchi tuman bo'limiga kelib, xodimlar bilan texnika xavfsizlik qoidalariga qat'iy rioya etish, mehnat muhofazalariga rioya etish to'g'risida alohida o'quv seminar tartibida dastlabki tekshiruv ishlarini amalga oshirdi. Ushbu ko'zlangan maqsad xodimlarni avvalambor xavfsizligini ta'minlash, ish samaradorligini oshirish, energetika sohasi bo'yicha energetikani tejamkorligini yuqori darajaga olib chiqish, ishlab chiqarish. Bundan tashqari, oqova suv inshootlarimizdagi suv quduqlariga tushishdan oldin dastlabki harakatlar yuzasidan ko'rsatmalar berib o'tildi. Misol uchun, kuzatuv qudug'ini ochganda xodimni birdan tushirmasdan unga aniqlik kiritib, suv qudug'idagi yoki oqova suv qudug'idagi gaz miqdorini aniqlab, unga xavfli darajasini aniqlagan holda xodimlarni avariyalarni bartaraf etish yuzasidan ko'rsatmalar berib o'tildi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz qisqacha shulardan iborat edi. Ichimlik suv ta'minoti va oqova yo'nalishdagi xabarlarni ekranlaringizda ko'rinib turgan O'z suv ta'minot aksiyadorlik jamiyatining internet resurslari orqali tanishishingiz mumkin. Hozircha xayr, e'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.